Bugun uy sharoitida shunaqa mazali chiqadigan mayonez tayyorlaymiz sizlar bilan birgalikda. Buning uchun bizga 180 gramm yog', 1 dona tuxum, 2 osh qoshiq limon suvi, choy qoshig'ida shakar, 1 choy qoshig'ida tuz, yarim osh qoshiqda uksus kerak bo'ladi. 9% uksus. Uksusinglarning foizi baland bo'lsa qo'shmaganinglar yaxshi. Tabga ko'ra chesnok so'rkadan chiqarib qo'shib olamiz. Xohlovchilar bo'lsa chesnok qo'shsanglar yana ham mazaliroq chiqadi salatlaringlar. Blender qilib olganimizda blenderimizni ko'tarib bormaymiz, bosib turamiz. Tagidan quyuqlashib oppoq bo'lib chiqadi. Quyuqlashib chiqqandan keyin blenderimizni ko'tarib tez blender qilib tashlaymiz. Oppoq zo'r chiqadi, mazali bo'lib, bir marta bo'lsa ham shu retseptda qilib ko'ringlar. Ko'chadan umuman mayonez sotib olmaysizlar. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Oppoqqina shiringina mayonezlarimiz tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.